brend o'zi nima? Kim shu savolimga bitta javob bera oladi? Da, men o'zi qisman yozib qo'yganman, nimaligini uni o'qib olib aytmaylar-da. Brend kimni nimasida, dunyoqarashida, tushunchasida qanaqa shakllangan? Kim qo'l ko'tarib javob bera oladi? Brend o'zi sifat. Xo'p, brend bu fason. Boshqa yo'nalishdagilarchi? Umuman har bir yo'nalishda brend bo'lish kerak. Hamma taniydigan mashhurlik, euforiya. Ishonch. Tanilish. Mehnatning mevasi. To'g'ri, tanilish. To'g'ri. Meni ko'rmasanglar ham shu logoni ko'rsanglar, bu Rano Collection, va ko'z oldinglarda agar shaxsiy brendim rivojlangan bo'lsa, meni o'zim ham gavdalanishim mumkin. Bo'lmasa, men yaratgan liboslar gavdalanishi mumkin, to'g'rimi? Demak, brend bu haqiqatda ishonch. Brend bu bizni yashab o'tgan hayotimizda nimalarga erishganimizni bizdan keyin ham kelajak avlodga ko'rsatib turadigan simvol hisoblanadi. Biz mana shu brend uchun harakat qilamiz. Bu brend bo'lmas ekan, siz men aytgan kriteriyalarni, hamma instrumentini qo'llang, Instagram ishlating, hamma narsa ishlating-da, lekin nomingizni qanaqadir bir harflarda yoki bir 1 2 3 5 Allohga shukr, yoki nimadir nomlar bilan ataydi, insonlar sizni eslab qola olmaydi. Sizni fasoningizni nomi chiqqanlar o'ziniki qilib oladi, keyin o'tirasiz. Bu uniki emas, meniki deb kommentariyada urishib o'tirasiz. Icho sizniki bo'lsa, u tanitdi. Siz tanita olmadingiz. U tanitmaganda sizda ham tanilmagan bo'lardi bu fason. Siz nari borsa ikki tushta odamga tikish bilan cheklanib qolgan bo'lardingiz. Siz o'zingizni unikalnostingizni, o'zingizniki ekanligini ommaga ko'rsatish uchun ham va mana shu unikalnostingizni orqasidan yaxshigina daromadga chiqish uchun ham siz brend darajasiga chiqishingiz kerak. Instagramda brend sifatida profili yo'q odam o'zini jamiyatda yo'q odam deb hisoblayversin. Chunki bizda hozir juda katta bozor bu Instagram maydoni bo'lib qolgan. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, odamlar dangasa bo'lib qolgan o'zi. Odamlar sidyachий rejimda. Sizni borib mahsulotingizni ko'rish uchun tashqaridan vitriningizga qaramaydi. Bir kunda vaqtini sarflab 5 ta atelyega kirib, keyin o'ziga yoqqanini tanlamaydi. Ular kelishdan oldin Instagram orqali qaror qabul qiladi. Sizni profilingiz bu sizni yuzingiz va bu sizni portfolioingiz, bu sizni vizitni kartochkangiz. Hozir vizitni kartochka hech kim tarqatmay qo'ygan, bilasizlar? Meni vizitni kartochkam hozir qolmagan. Oldingilardan bir qolib ketmagan bo'lsa, ishxonamda yuradi, bolalarim kelsa o'ynab yurishadi. Qolmagan vizitni kartochkam. Chunki vizitni kartochka ishlamaydi. Hozir Instagram ishlaydi. Sizni qayerdan topaman? Rano Collection. Ha, sizmi deysiz? Yoki men falonchim. Ha, sizmi deysiz? Yoki shaxsiy brend rivojlansa, o'sha odamlar nima qiladi? O'zingiz orqali sirazu siz falonchasiz, siz pismadonchasiz deydi. Mana Noila opamga. Siz Rano Collectionda o'qiyotdingiz, qanaqa o'qishlari deydi. Nimaga? Chunki o'quvchilarimni men har doim brend darajasiga ko'tarish xohlayman va buni birinchi bo'lib o'zimda targ'ibot qilaman. Chunki meni auditoriyam ham kichkina auditoriya emas. Juda katta auditoriya, ikkala akkauntimda ham, Rano ham Raviyamda ham 15 mingta jonli auditoriya. Bot emas yoki anaqa emas. Rano Collectionda ham xuddi shunaqa 158 ming, 160 mingga yaqin auditoriya. Hozir Instagramda podpischik soni muhim emas. Million podpischika borlardan meni podpischikimning soni sifatliroq. Men istoriya qo'yaman, men postda kollaboratsiya qilaman, 2-3 marta aylantiraman, tanitib yuboraman. Nima uchun? Chunki mana shunaqa darajaga aktiv rivojlantirib qo'yishim uchun men qancha vaqtimni, pulimni, energiyamni sarflaganman. Va bu hozirgi kunda menga juda katta daromad olib keladi. Bitta e'lonim bilan 10 kun harakat qilib 2 marta progress qilsam, 400 ta odamni bitta joyga yig'ib ola olaman. Hozir 10 ta odamni bitta joyga yig'ish o'z bo'lmayapti-da, to'g'risini aytganda. Chunki mana shu darajaga kelish uchun men kechagi kunimda harakatimni
da noto'g'rilari ham ko'p bo'lgan, to'g'rilari ham oxiriga kelib to'g'risi ko'proq bo'lgan. Shu uchun men 18 yilda erishdim. Oxirgi 5 yilligi menga sifatliroq. Oxirgi mana shu 18 yillik tajribamni 5 yili sifatliroq, qolgan 13 yili men faqat yo'lini topolmay yurgan, ko'chalarda adashib yurgan bir yo'lovchiga o'xshataman. O'sha o'tkazgan 13 yilimni. 18 yillik tajribada shu narsaga erishibdi. Biz ham bunaqa bo'lish uchun 18 yil yana yurishimiz kerakmi degan ba'zan qo'rquv bo'ladi. Yo'q, agar siz to'g'ri yo'nalishingizni shuna ko'rsatadigan odamga uchrasangiz, siz yurmaysiz vaqtingizni ketkizib ko'chalarning ichida adashib, aylanib yurishga. Siz bugundan mana shu o'zida beradigan tekin bilimimni amaliyotda qo'llang, 48 soat qoidasi, 72 soat qoidasiga amal qiling-da, уже sirraz o'zgarish sezasiz. 1 oyda, 2 oyda, 3 oyda keyin meni direktimga yozinglar, men o'qiyman, xudo xolisa. Demak, brend bu bizda boshqalardan sizni ajratib turadigan va tasavvur hamda xususiyatlar jamlanmasidir. Insonlarning tasavvurida, gavdalanish va mijozlar brend uchun qimmat to'lashga tayyor. Chunki brend bu ishonch. Hozir siz meni yaratayotgan $2000 ko'ylagimni teng yarmiga xuddi o'zidagi qilib beraman deng-da. Amerikadagi mijozlar sizni kartezga pul to'lamaydi. Nimaga? Chunki siz brend emassiz, sizga ishona olmaydi u. Qayerdan bilaman? Yarim narxiga hozir arzoniga uchib, o'sha bor pulimni ham olib yo'q bo'lib qolsa-chi. Biz xohlasak ham yo'q bo'lib qola olmaymiz. Biz xohlasak ham $2000 zakaz uchun butun boshli ishxonamizni yopib keta olmaymiz. Bizani xohlagan paytda, xohlagan joydan topib oladi. Va biz bu darajaga kelish uchun insonlarni ishonchini qozonishlik orqali yetib kelganmiz. Ular biladi. Brend o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. U insonlarni ishonchi orqali ko'tariladi. Va ular biladi, shuncha insonni ishontirgan, aldamagan odam meni ham aldamaydi va men buni aytgan narxiga to'layman, kartangizni tashing, pasportingizni tashing. Necha mingta klientimni men hayotda ko'rmaganman. Ular ham meni ko'rmagan. Lekin bizni o'rtamizda $10,000 oldi berdilar bo'ladi. Ishonch bor joyda oldi berdi bor. Kontakt bor joyda kontrakt bor. Tushunyapsizlarmi nima demoqchiligimni?